Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli hamrohlari. Bugungi rolikimizda Urganch shahrining bir zo'r yerlaridan birida joylashgan yangi qurilgan 5 qavatli binoni 4-qavatida joylashgan 3 xonali kvartira bilan tanishib chiqamiz. Местоположениесі unda Urdu ana, hurmatli hamrohlar. Darital yonboshi Urdu. Dan tarafı bizani Raycenter bozor, hurmatli hamrohlar. Местасы dahshat. Местасына gap qilish mumkin emas. Bellarni bilasizlar. Bu yerda ko'na-dom yo'q. Hammasi toza dom. Tak что o'zimizga gap qilish mumkin emas. Urduga bir qadam, dokumenti 100% taq, to'g'ri adlaringizga o'tadi. Dokumentimda ham muammo yo'q. Yana bunday desam, daritalar, teyinda hamma narsasi bor. Darixona deysizlar, hamma narsasi bor. Endi darixonaga ishlangiz tushmagin. Shundan. Garaj burger deydi, bir narsa deydi, hamma narsasi bor. Hurmatli hamrohlar, nodimiz bir like bosib, daritalardan 3 xonali kvartira tadodum arzon narxda qidirib bo'lgan danışlara tashlab turinglar. Biz esa girib joyni ichalari bilan danışib boshlaymiz. Hurmatli hamrohlar, bir like bossizlarmi? Yetib kelsa ichalari bilan bir danışib chiqamiz. Hurmatli hamrohlar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz yangi qurilgan 5 qavatli binoni 4-qavatida joylashgan 3 xonali kvartira. Hurmatli hamrohlar, joyimiz полный girib yashaydigan sosteniyada, ya'ni remontlar qilingan. Xonalar отдельный, санузел раздельный, ya'ni vannasi отдельный, hojatxonasi отдельный. Bu yon tarafni ko'rib turganingizdek, prixожий zonasi keng tushgan. Prixожкасы, bu yerda prixожкасы ham bor. Bu yon tarafda bizning kuxnyamiz, zal, yana bunda детский спальный, взрослый спальный. Bu yon tarafda tremon qo'yib qo'yibdilar. Ko'rib turganingizdek, vajimizda gap bo'lishi mumkin emas, vaj zo'r. Doğru gelip yaşa beraberadigan shu o'ng tarafdan xudo xolasa boshlaymiz. Hozir buni egasi ijara ko'p degan, shuning uchun bu ilingan. Buni bilasizlar. Enini 280, o'zi masalan 310 razmerda tushgan детский xonasi. Hurmatli bu ilik. Keyin yana bunda bizani 4.3.5 razmerda tushgan spalnyamiz. Ko'rib turganingizdek, spalnyasi her yanda o'zini shkafi bor. Üstünde koyadığın polkaları var. Şimdi navla kalıp navla gitedi, gelip üstünde gepleşip olaveresizler. Hiç kendi muamma yeri yok. Aynalarına hem perdeler hem işinin jalüziler asılgan. Ayak dillerimiz laminat, divarlarımız fon. Bu bizene spalnyamız dedi. Yine bunda bizene xudo xolasa hajatxona. Ayak dilleri kafil, divarların benim bir kısmına kafil. Üstte fon, kraska, vodoemulsionniy kraska. Ventilatsiyasi ishlab turibdi, unitozi. Bu bizani hojatxonamiz edi. Bu yon tarafimizda bizani vannaxona, oyoq tellarimiz kafil, devorlari kafil. Где-то bir 2 metrgacha uni ustuna fon urilgan. Bilasizlar, domlada issiq o'zi katoldan keladi bo'ladi, lekin uyni egasining узкisinden boiler ko'p ko'tdi, Real brendinden. Rakunasi yine ishlab turibdi. Vannasi ham ishlab turibdi. Suv bor, kir mashinam bor. Nemiz? Yine bu bizani водяной sufilka. Bu ham endi qishda ishlaydi, hozir endi hamma kotolni o'chirdi-ku, shuna turibdi. Tak, keyingi masalada yan tarafimizda bizning zalimiz, ya'ni mehmonxona. Yerimiz ham полностью remontdan chiqqan. Ayak dillerimiz laminat, devorlarimiz oboy potolokgacha, potolokdan shuni karnizlarni urib, oppoq kraskani urib, ulusundan lyustralarni asib qo'yibdilar. Konditsioneri bor, perdeler asılgan. Ayak dillerimiz laminat. Uyimizde aynası ikki yana qaragan bo'ladi uyni elden ham, arkasından ham qaragan aynalar. İkki yanını açsanızlar, şimdi yazda konditsioner ham shart emas, deb o'ylayman. Shamolga bo'lib turadi. Oboydan chiqib turibdi chiroyli olib. Hurmatli hamrohlar, keyingi masalada bunda hozir kuxnyasi bilan tanishib chiqsak. Yana bunda bizning kuxnyamiz ham ko'rib turganingizdek, o'rtacha kuxnya bilan jihozlangan, gazi, to'rda bizning kotolimiz, o'zi neli ku,
Duh konturunu. Hazır biz iç su konturunu yapıp ben tarafımıza gösterip öttüm ki boiler köp kötüla. Bedemeden ortaça mebirler var. Girip yaşasanızlar burada polностью muamma yeri yok. Bundayla adashmasam şu nene tak iç su çıkadı onu okşaydı. İkisinden birisi. Birisinden su giredi onu mu? Bundan su girerken yine bu iç suyun çıkadı onu. Stabilizatorları, reduktorları koyulgan. Özüne addenli avtomat iş rozetkiye koyulgan. Gazı var. Hürmetli Avazı eşitildi de bu liman. Birden farklılan koyuttular. Ventilatör bu yetişkiye adaşmasam işlep tuttu. Bu yetişkisi işlep tuttu. Mamçiler hem yanadı. Hürmetli amaçlar belirli su, svet, gazdan mamma yok. Bakça, mektep yanında transporttan mamma yok. Neçindese cayımızda elden görsetip öttük ku. Zor ede caylaşkan. Так что özümüzde gap bulsun. Hürmetli amaçlar şu bilen bu imza başlanan videolarımız özde kanalına yetip baratır. Keyingi videoda görüşünce de kalamaz. Sağ olunlar, hamam olunlar. Kanalımıza podpisatsa kılışını unutmanglar. Videomuzu yakkan bolsa şu like, kommentler kütüp kalamaz. Sağ olun, aman bolun hürmetli amaçlar.